Siz necha pul sotganingiz bilan ularning ishi yo'q, soliqqa tortish umuman boshqa masala. Siz biznesingizdagi tovarlarni sotib olgan narxingizdan, ya'ni tan narxidan past narxda sotyapsizmi? Ehtiyot bo'ling, sizga qo'shimcha soliqlar hisoblanishi mumkin. Amaliyotdan kelib chiqib aytsam, ayrim tadbirkorlarda uchrab turadi. Masalan, 50 ming so'mga tovarni sotib oladi-da, 45 millionga rasmiy tarzda hisob faktura yoki chek orqali sotadi. O'ylaydiki, bu holatda men 5 ming zarar ko'ryapman va bu 5 ming zarardan men soliq to'lamayman deb. Lekin bu katta xato. Ko'p yillik tajribamizdan kelib chiqib aytaman, soliq organi doimiy ravishda sizni sotib olayotgan tovarlaringiz va sotayotgan narxingizni har doim tahlil qilib, nazorat qilib, kuzatib boradi. Bundan tashqari, mana shu savdo operatsiyasi iqtisodiy jihatdan o'zini qoplanmaydigan xarajat deb ko'rilsa, bu holatda foyda solig'ida siz tannarx xarajatni ko'rsatmaysiz va chegirilmaydigan xarajat tarifiga kirasiz. Bu degani foyda solig'ini har doimgidanda 2 baravar, 3 baravar ko'p to'laysiz. Albatta, ayrim holatlar bundan mustasno. Mana shunday kerakli ma'lumotlardan xabardor bo'lib borishni istasangiz, sahifamizga obuna bo'ling va videoni tanishlarga yuboring.